Ko'pchilik MCM Cobalt olgan akalar bizga aytishyaptiki, oldingi Cobaltda mana Pdan chiqarganda shiriq etib zamok quplanib qolmas edi, unaqa narsa bo'lmas edi. Bunda shu quplanib qolyapti, shu narsani to'g'irlab o'chirsa bo'ladimi deb so'rashuvdi. Talablarga binoan shu narsani qildik. Mana parkovkadan chiqaramiz, D ga qo'yamizmi, drive-gami, orqagami hammasiga urasiz. Zamok quplanmaydi. Shiriq qilib ochib yopib asabga tegmaydi. O'zi bu xavfsizlik jihatdan qilingan, zavod tomonidan, bir tomondan qulay, kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Ikkinchi narsasini qo'shib berganmiz, o'zingizni mashinangizdan tekshirib ko'ring. Shu joyga kirganingizda bu menyular sizda bo'lmaydi. Bu joyda mana bu narsaga yengillik qilib berganmiz. O'zida mana faqatgina quplaganingizda avarinka yonib quplangani bildiradi. Biz bunga mana bu narsani qo'shib berdik. Ham avarinka yonadi, ham quplaganda papillab ovoz beradi mana. Quplaganini bilish uchun shu narsani qo'shib berganmiz. Bu narsani papillash yoqmasa, masalan, yana zajganini yoqasiz. Bu joyga kirasiz, svet o'rniga faqat mana bunaqa svet o'zidan yonadigan qilib qo'yasiz, quplaymiz. Hech qanaqa ovoz yo'q. Yana shu narsani qaytarib yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Bu hammasi programma orqali qilib beriladi. Zavod holatda hamma narsa cho'tki ishlaydi. Shunaqa sifatli individual xizmatlar uchun avtomoderingga murojaat qilinglar.